Birinchi savol. Olov tekkan narsa bilan og'iz ochish mumkin emas deyishdi. Qanchalik to'g'ri? Javob. Olov tekkan narsa bilan og'iz ochish mumkin emas degan qat'iy dalil yo'q. Eng afzali og'izni xurmo bilan oching. Agar xurmo topolmasangiz, suv bilan oching. Agar xurmo va suv ham topolmasangiz, biron bir meva bilan oching. Yoki bo'lmasa, olov tekkan narsa bilan ham og'iz ochsangiz bo'ladi. Hech qanday zarari yo'q. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'ati. Manba 6087-maqola. Ikkinchi savol. Ro'zador tahoratda og'iz burnini chayishi mumkinmi? Javob. Ro'zador odam ham tahorat qilganda og'iz va burnini chayishi mumkin, lekin mubolag'a qiladi. Ya'niki g'arg'ara qilmaydi hamda burunga qattiq suv tortmaydi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, ro'zador odam tahorat olmoqchi bo'lsa, g'arg'ara qilmar ekan va burunga qattiq suv tortmar ekan. Nega desangiz, tahorat paytida g'arg'ara qilayotganingizda yoki burunga qattiq suv tortgan paytingizda suv ketib qolsa, ro'za ochilar ekan. Endi ro'za ochilsa nima qilinadi desa, ro'za ochilsa Ramazondan keyin bir kun qazo ro'zasi tutib beriladi. Endi qarang, diqqat qilamiz. Ayrim payt bo'lishi mumkin. Misol uchun, tahorat olayotgan paytingizda qattiq suv tortib yorsangiz, masalan, yoki bo'lmasa qattiq g'arg'ara qilsangiz, suv ketib qolsa, ro'za ochilib ketadi, to'g'rimi? Endi ro'za ochilib ketsa, o'sha kuni nima qiladi degan masala bor, to'g'rimi? Masalan, ro'za ochilib ketdi, endi bemalol choy ichib ketaveradimi? Yo'q, unday qilinmaydi. Masalan, tahorat olganda burundan suv kirib ketdi, ro'za ochildi, lekin hech nima yemaydi va ichmaydi. O'sha kunda oxirigacha ro'zani olib boradi. Va ro'za tugagandan so'ng, 30 kunlik ro'za tugagandan keyin esa o'ringa-o'rin bir kun qazosini tutib beradi ekan. Vallohu a'lam. Manba 6016-maqola. Uchinchi savol. Ramazonda saharlik yoki iftorlikda tuxum yeyish mumkinmi? Javob. Albatta, saharlik va iftorlikda tuxum yeyish joiz, ya'ni mumkin. Chunki iftordan keyin ro'zador halol taomlardan xohlaganini yeyishi mumkin. Jumladan tuxumni ham. Bu borada birorta taqiq yo'q. Tuxum yeb bo'lmaydi deyish uchun kamida dalil kerak. Bir dona dalil kerak kamida. Bunday dalilning esa o'zi yo'q. Demak, bemalol tuxum yesa bo'ladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'ati. Manba 717-maqola. Diqqat qilamiz. Biz ushbu savol-javoblarni O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'atining rasmiy Telegram kanalidan olyapmiz. E'tibor bersangiz, har birida manba raqami yozilgan. Manba raqami esa Telegram kanalidagi o'sha postning raqami hisoblanadi. Videoni ko'proq insonlarga yetib borish uchun like knopkasini bosib qo'ying. Davom etamiz. 4-savol. Saharlikka tahoratsiz ro'zani niyat qilsa bo'ladimi? Javob. Albatta, saharlikka tahoratsiz bo'lsa-da, ro'zani niyat qilishi mumkin. Niyat durust bo'lishi uchun tahorat shart qilinmaydi. Tahorat namoz o'qish uchun, Qur'oni Karimni ushlash uchun va shu kabi ibodatlar uchun shart bo'ladi. Hatto junub kishi badanidan najosatni ketkazib, qo'l betini yuvib, og'iz burnini chayib, saharlik qilishi va ro'zani niyat qilishi joiz bo'ladi. Tabiiyki, shunday holat bo'lsa, og'iz yopgandan keyin g'usl qilib oladi. Vallohu a'lam. Manba 6022-maqola. 5-savol. Ro'za tutgan odam kun bo'yi dam olib yoki vaqtini uxlab o'tkazsa, bu odamning ro'zasi qanday darajada qabul bo'ladi? Javob. Ro'zador inson ro'zani oxirigacha yetkazish va kechki ibodatlarga quvvat hosil qilish uchun kunduzi dam olishi joiz, ya'ni mumkin. Agar qurbi yetsa, kunduzlari ham ibodat va Qur'on o'qish bilan mashg'ul bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ammo kunduzlari ko'proq uxlagan insonning ro'zasi qabul bo'lmaydi degan gap yo'q. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'ati. Manba 6029-maqola. 6-savol. Ro'za tutgan insonga taom olib bersa, savobi ro'za tutgan inson bilan bir xil bo'ladi ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Javob. Ha, dinimizda ro'zadorni iftor qildirish katta savob ishlardan hisoblanadi. Hatto bir xurmo yoki bo'lmasa bir qultum suv yoki bir xo'plam sut bilan bo'lsa ham ro'zadorni iftor qildirish katta ajr, savob bo'ladi. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Kim ro'zadorga iftor qilib bersa, ro'zador savobicha savobga erishadi. Lekin ro'zadorning savobidan hech narsa kamaymaydi.
Imom Termiziy rivoyati. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, kimdir ro'zador insonga iftor qilib beradigan bo'lsa, ro'zador inson qancha savob olsa, u ham shuncha savob olar ekan. Ya'niki ro'zadorning savobi kamayib qolmar ekan. Ro'zador qancha olsa, iftor qilib bergan odam ham shuncha savobga erishadi ekan. Manba: O'zbekiston musulmonlar idorasi Fatvo markazi. 724-maqola. 7-savol. Saharlikni taqvimda ko'rsatilgan vaqtdan 10-15 minut o'tkazib qilsa bo'ladimi? Javob: yo'q, bo'lmaydi. Taqvimda ko'rsatilgan vaqtdan o'tkazmaslik kerak. Iloji bo'lsa, ehtiyotni olib, ko'rsatilgan vaqtdan 5-10 minut oldinroq og'iz yopish, yeb ichishni to'xtatish zarur. Chunki tong otgandan keyin saharlik qilgan kishi ro'zasini buzgan bo'ladi va Ramazondan keyin bir kun qazo tutib berish kerak bo'ladi. Agar kishi uyg'onganda saharlik qilishga vaqt qolmagan bo'lsa, hech nima yemaydi va hech nima ichmaydi. Ro'za tutishni niyat qiladi, bo'ldi. Saharlikdan quruq qolgan bo'lsa ham ro'zasi durust bo'laveradi. Chunki saharlik qilish farz emas. Buning ustiga saharlik vaqti o'tgandan keyin biror narsa yeb yoki ichib olsa, o'sha kunning ro'zasini buzib qo'ygan bo'ladi. Natijada ro'zadan keyin boshqa oylarda qancha ro'za tutsa ham Ramazonning ro'zasini topa olmaydi. Vallohu a'lam. Demak, xulosa, agar masalan uyg'ondik, qarasak vaqt o'tib ketgan, nima qilamiz? Hech nima yemaymiz va hech nima ichmar ekanmiz. Ro'za tutishga niyat qilamizda, bo'ldi, og'iz yopamiz. Og'iz yopamiz degani shu, ro'za tutishga niyat qilamiz. Hech nima yeb ichilmaydi. Ya'niki saharlik qilmasa ham bo'laverar ekan. Chunki farz emas ekan saharlik qilish. Umumiy holatda shu. Agar vaqt o'tib ketgan bo'lsa, nimadir yeb ichib qo'yadigan bo'lsak, unda ro'za buziladi ekan, hamda boshqa kunda har kuni ro'za tutsak ham Ramazondagi savobni ola olmar ekanmiz. Shuning uchun vaqt o'tib ketdimi, shu holatda og'zimizni yopaverishimiz kerak ekan, hech nima yemasdan va ichmasdan. O'zbekiston musulmonlar idorasi Fatvo hay'ati. Manba 720-maqola. 8-savol. Men bilmasdan 10 minut avval ro'zamni ochib qo'yibman. Buning hukmi qanday bo'ladi? Javob: agar kishi ro'zador ekanligini unutgan holda biror narsa yeb yoki ichib qo'ysa, ro'zasi ochilmaydi. Diqqat qilamiz. Misol uchun, abit payti deylik, ro'zador ekanligingizni unutib qo'ydingiz, masalan, nimadir yeb qo'ydingiz. Bu holatda ro'za ochilmaydi. Chunki bilmasdan yeb qo'ydik yoki bo'lmasa nimadir ichib qo'ydik. Bilmasdan yeb ichib qo'ysa. Endi davom eting. Agar siz ham ro'za ekanligingizni unutib biror narsa yeb yoki ichib qo'ygan bo'lsangiz, zarari yo'q buni. Agar og'iz ochadigan vaqt bo'ldi deb og'iz ochsangiz va og'iz ochadigan vaqtdan oldin yeb ichib qo'ygan bo'lsangiz, unda ro'zadan keyin bir kun ro'za tutib berishingiz kerak bo'ladi. Vallohu a'lam. Demak, xulosa, masalan, siz kunning istalgan qismida bilmasdan nimadir yeb ichib qo'ysangiz, ro'za ochilmaydi. Lekin masalan 10 minut oldin bo'ldi, vaqt bo'ldi, endi ro'zamni ochsam bo'ladi deb ochadigan bo'lsangiz, ro'za ochilib ketar ekan. Sabab, chunki siz 100% ishonch bilan vaqt bo'ldi deyapsiz va o'zingiz bilgan holatda narsa yeyapsiz. Bu holatda bo'lmas ekan. Shuning uchun iloji boricha og'iz ochayotganda haqiqatan shom namozi bo'ldimi, azon aytildimi, shularga e'tibor bergan holatda og'iz ochish tavsiya etiladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi Fatvo hay'ati. Manba 6039-maqola. 9-savol. G'usl vojib bo'lgan kishi vaqt oz qolgan bo'lsa, birinchi g'usl qiladimi yoki saharlikmi? Javob: saharlikning vaqti oz qolgan bo'lsa, junub kishi oldin tahorat qilib oladi yoki bo'lmasa qo'l betini yuvadi, og'iz burnini chayadi va saharlik qilib olib og'iz yopadi. Keyin og'iz yopib bo'lgandan keyin ro'zaga niyat qilib, g'uslni saharlikdan keyin qiladi. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlar idorasi Fatvo hay'ati. 6044-maqola. 10-savol. Iftorlik vaqti azon aytilgandan keyin bo'ladimi yoki taqvimda belgilangan vaqtdami? Javob: ro'zador kishi azon eshitiladigan joyda bo'lsa, azonni eshitib keyin og'iz ochishi afzal hisoblanadi. Vallohu a'lam. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, agarda sizga azon eshitiladigan bo'lsa uyingizga, siz azonni kutib turib, azon aytilgandan keyin og'iz ochishingiz afzal hisoblanadi. Keyin qaranglar, diqqat qilinglar, ko'p masjidlarga e'tibor bersanglar, misol uchun taqvimda 7 bo'lsa, og'iz ochish 7:05, 7:10 larda azon aytadi. Nima uchun? Chunki masjiddagilar ham nima qiladi? Ehtiyotni inobatga olib azon aytadi. Siz ham ehtiyotni inobatga olishingiz tavsiya etiladi. Agar sizning uyingizga masjid azoni eshitilmaydigan bo'lsa, qarang, haqiqatan shom namozi bo'ldimi, sal qorong'i tushdimi, shularni inobatga olib 5-10 minut ehtiyotni olib, keyin og'iz ochish tavsiya qilinyapti. Bu O'zbekiston musulmonlar idorasining Fatvo markazini
fatvosi hisoblanadi. Manba 6049-maqola. 11-savol. Ramazonda qanday zikrlarni ko'proq aytish kerak va ulug' zikrlar hisoblanadi? Javob: Ramazonda Qur'oni Karim nozil bo'lgan oy bo'lgani uchun aynan Qur'oni Karimda boshqa oylarga nisbatan ko'proq o'qish tavsiya qilinadi. Zero Qur'oni Karim eng ulug', eng afzal zikrdir. Bundan tashqari subhanalloh, la ilaha illalloh, astag'firulloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb aytsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytish ham eng afzal zikr hisoblanadi. Salovat qanday aytiladi? Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Mana shu salovat hisoblanadi. Yoki bo'lmasa Alloh deb Alloh ismini aytish ham zikr hisoblanadi va tilga oson ko'rinishidir. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo markazi. Manba 6053-maqola. 12-savol. Ramazon oyida tug'ilgan farzandga xoslab ism qo'yish shartmi? Masalan, Ro'zivoy yoki bo'lmasa Ramazon singari ismlardan. Javob: Shariatimizda Ramazonda tug'ilgan bolaga ro'zaga moslab ism qo'yish shartligi haqida birorta ko'rsatma yo'q. Ba'zilarning bola Ramazon oyida tug'ilsa Ramazon, ro'za yoki hayit ismlarini qo'yish kerak degan va yana shunga o'xshash gaplari asossiz va dinimizda aloqasi yo'qdir. Musulmonligimiz an'analarimizga ko'ra Alloh taolo bandalik ma'nosini ifodalovchi payg'ambarlar, sahobalar, allomalar, solih kishilar va taqvoli onalarimizning ismlarini qo'yish maqsadga muvofiqdir. Vallohu alam. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo markazi. Manba 6073-maqola. 13-savol. Men qurilish bo'yoqlari bilan ish qilaman. Uni hidini hidlasam ro'za ochilmaydimi? Javob: Tabiiy holatda kelib turgan hid sababli ro'za ochilmaydi. Lekin ro'zador kishi o'zi ataylab o'tkir hidli narsalarni hidlashi makruh bo'ladi. Vallohu alam. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'ati. Manba 6092-maqola. 14-savol. Saharlik vaqtidan so'ng muazzin azon aytadi. Bomdod namozini darhol o'qisa bo'ladimi yoki ozroq vaqt o'tishi kerakmi? Javob: Aslida azon namoz kirgan vaqtida aytilsa, darhol o'qisa bo'ladi. Lekin bomdod namozini biroz tong yorishgandan so'ng o'qish mustahab hisoblanadi. Vallohu alam. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'ati. Manba 6101-maqola. 15-savol. Ro'zador odam qon analizi topshirsa bo'ladimi? Javob: Ha, ro'zador odam turli maqsadlarda qon topshirishi mumkin. Bu ish bilan uning ro'zasi ochilmaydi. Chunki ro'za ichga kiruvchi narsalar sababli buziladi. Lekin ro'zador qon topshirsa, zaiflashib qoladigan bo'lsa, makruh bo'ladi. Bu holatda qon topshirish iftordan keyinga qoldirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Vallohu alam. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'ati. Manba 6118-maqola. Bugungi savol-javoblarimiz 15 ta savol-javob bilan o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xohlasa, keyingi safar yana davomini chiqaramiz. Ro'zaga oid juda ko'plab savol-javoblarni chiqarishni Xudo xohlasa maqsad qilyapmiz. Ro'zaga oid savollaringiz bo'lsa, video ostiga yozib qoldiring. Biz keyingi videomizda nasib bo'lsa, sizning savollaringizni O'zbekiston musulmonlar idorasining fatvo hay'atidan topib video qilishga harakat qilamiz. Videoni ko'proq insonlarga yetib borish uchun like knopkasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling.